Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, bu Centrum Holidays litsenziyasi. Biz o'tirgan joy Centrum Holidays'ni rasmiy ofisi, ya'ni Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan sizlarga video syomka qilib, inshaalloh chiqyapmiz. Chegirmalarda biz 1-2 kunda qilayotgan ekanmiz, ozgina qadrdonlarga vaqt qisqalik qilibdi. O'shaning uchun biz uzoq sanalarga ham chegirma qilib yubordik. Bugungi videomizda oxirigacha ko'rsalaring to'liq ma'lumot beramiz. Inshaalloh qadrdonlar, sharoitlarimiz ham o'ta go'zal. Madina Munavvarada 200-300 metr, Makka Mukarramada 1,5 kilometr. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Mana ovqatni yeb olasizlar, Madinada saboy ovqat olib kirilmaydi. Aniq, tiniq bunday oshxonadan ovqatlanasizlar, xudo xolasa. Sizlarga 300 metrda 1,5 kilometr masofadagi gastinitsiya joylab berilmaydi, xudo xolasa. Bundan tashqari 50 boshlarimiz hamrohligi 14 kun sizlar bilan birgalikda bo'ladi, inshaalloh. Sizlarni mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. O'zbekistondan birga borib, birga kelishadi. 50 boshlarimizni videolarini ham biz sizlarga qo'yib turamiz. Nima deydi? 5-6 kun birga o'tib shunday yo'g'ib qolib, yana uchib qaytayotganlaringda paydo bo'lib qolishmaydi. Ziyoratlarimiz Madina Munavvarada 5 dan ortiq ziyoratlar, Ravza Sharifga aniq olib kiriladi. Endi ayollarga yo'g'ib qoldi, kirolmay qolargansizlar degan gap bo'lmaydi, xudo xolasa. Qur'on bosmaxonasi ochiq kunlarda albatta olib kiriladi. Juda ham ko'p ziyoratchilarimiz aynan mana shu Qur'on bosmaxonasiga borib, hadiyalarga Qur'on kitoblarini olishyapti. Xurmo bog'ida ziyofatlarda taqdim etiladi inshaalloh. Undan tashqari Makka Mukarramada hamma sharoitlari biz bilan bir xil degan gap so'zlar ham bo'lgan. Makka Mukarramada Qizil dengiz, Toyif shahriga ziyorat hamda qaytayotib ibodatni amalga oshirasizlar. Aziz yurtdoshlar, bunaqa sharoitlar endi ularda yo'q. Endi gapni ochig'ini aytganda, Toyifga borib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati. Bundan tashqari mana endi biz tomonidan sizlarga taqdim etiladigan bonus sovg'alarimiz. Bejik, mana naqd bo'ladi. Aeroportga borsalaring shuni qo'llaringga beriladi. Bundan tashqari mana sumka va bu tomonda mana kamzilimiz turibdi. Aeroportga borsalaring shunda olib beriladi. Hozir bejik yo'lda kelyapti dedi. Yo boshqa bunaqa gaplar bo'lmaydi, xudo xolasa. Endi mana bu maxsus yostiqcha. Buni narxi o'zi 150 ming so'm turadi. Bizning obunachilarimiz uchun, biz ziyoratchilarimiz uchun shunday tekinga qo'shib beriladi. Aeroportda bo'yinga taqib olib, maza qilib dam olib ketasizlar. Endi eng asosiysi narxlar masalasiga to'xtalaylik akalar. Xudo xolasa mana sizlarga bugun sanamizni ko'radigan bo'lsak, 26-chi, 30-larga ham zo'r chegirmalar qilib beramiz. 28-chi Namangandan uchadigan reysimiz, Namangan Madina reysimiz $800 qilib beramiz. Bundan tashqari 29-30 Farg'ona Madina yo'nalishidagi uchadigan reyslarimiz bo'lsa $895 qilib beramiz. Toshkentdan 29-chi noyabrga uchadigan reysimiz bo'ladigan bo'lsa $875 qilib beramiz. Bu biz aytgan sharoitlar bo'ladi. Biz aytgan gapimizni ustidan chiqamiz. Aytgan sharoitimizni qilib bera olamiz inshaalloh. Allohning izni bilan, Allohga shukr, ziyoratchilarimiz xursand, bizdan juda ham mamnun. Endi dekabr oyiga bunday narxlarni solishtirib ko'raverasizlar. Xudo xolasa, Farg'onadan, Toshkentdan, Namangandan, Farg'onadan haftasiga 4 kun, ya'ni har haftani 4 kunida, Namangandan har haftani 3 kunida, Farg'onadan har haftani 4 kun, Toshkentdan har haftani 4 kunida reyslarimiz bo'ladi. Sanalarni aloqaga chiqsalaring to'liq ma'lumotini beramiz. Dekabr oyini birinchi 10 kunligiga $950 dan o'zlaring joylaringni bron qilish imkoniyatiga egasizlar. Haqiqiy chegirma mana shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa, hurmatli ziyoratchilar, biz narxni arzon qilib, sizlarni 6 kilometr, 7 kilometr gastinitsiyaga joylashimiz. Aynan mana shu gastinitsiyaga joylaymiz. Xudo xolasa 1,5 kilometr masofadagi gastinitsiya, shu aytgan sharoitlarimiz. Eng muhimi, ziyoratchilarimiz bizdan xursand, borib kelib bizni duo qilib, bizdan mamnun bo'lishyapti. Xuddi shuningdek, hurmatli ziyoratchilar, O'zbekistonning 12 ta viloyatidan onlayn pasportlar tashlashlaring mumkin. Bundan tashqari hisob raqamlarimizga beramiz, zakolatlar tashlab bersalaring bo'ladi. Bizda bank orqali bo'ladi. Aytib o'tamiz, hamma yo'q qonuniy. Ofisimiz ham aynan mana shu ofis, litsenziyamiz ham mana ko'rsatib o'tirib bemalol ko'rishlaring mumkin. Undan tashqari vizalaring bo'lsa minusini qilib beramiz.
2 yoshga to'lmagan farzandlaring uchun esa faqatgina viza to'lovi olinadi. Xudo xolasa bir umrga tatigulik umra safarlaringda ishonchli hamsafar bo'lishga harakat qilamiz. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Qo'shni Tojikistondan ham bemalol biz bilan bog'laninglar. Chegirmali narxlarimizni albatta sizlarga qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.